To'rtko'l tumanimizdagi ovul, mahalla va qishloqlarning tarixi haqida El bilsin loyihasini tayyorladik. Bu loyihamizning ilk soni tumanimizdagi Tozabog'yob ovul fuqarolar yig'ini haqida bo'ladi. Assalomu alaykum, O'rinboy ota. Biz yangi loyiha ishladik. Bu loyiha El bilsin loyihasi. To'rtko'l tumanimizdagi ovullar, qishloqlar, mahallalar, ularning kelib chiqish tarixi, nomlanishi haqida yangi bir loyiha. Mana bugun Tozabog'yob ovul fuqarolar yig'iniga keldik. Mana shu maqsadda Tozabog'yob ovul fuqarolar yig'inining tarixi, uning nomining kelib chiqishi haqida bizga to'liq batafsil gapirib bersangiz. Ovulimizning tarixi shunday boshlanadi. Ilgari revolyutsiyadan keyin kolxozlashtirish davrlari boshlangan. Shunda mayda kolxozlar paydo bo'lgan. O'zimizning hozirgi ovulimiz ham shu vaqtda 3 ta kolxozdan, agar hozir hisoblasak 5 ta kolxozdan iborat bo'lgan. Bularning nomi birisi Katanayev, ikkinchisi sotsializm, uchinchisi Toshqalada yuritilgan, to'rtinchisi Budyonni, beshinchisi Qizilsavlada yuritilgan. Endi bu 1929-yilda kelib yiriklashtirilib boshlangan. Shu yiriklashtirilish davrida 3 ta kolxoz birlashib Namuna nomi bilan yuritilgan. Namuna deb yuritilishining sababi, namuna degan endi maqsadi bir mazmuni o'rnak bo'lardi. Hammaga namuna bo'ladigan ishlari asosan u vaqtda paxtachilik bilan shug'ullanilgan, shu olinayotgan paxta hosilining mazmunlari shularga qaratilib, hamda shu yerdan bir davlat mukofotlarini, davlat siyliqlarına ega bo'lgan kolxozlarni namuna qilib ko'rsatilgan, namuna deb nom berilgan 29-yilda. Kolxozdan namuna deb nom berilishining yana sababi, ilk marta shunday ilg'or kolxozlarni, ilg'or shunday ovullarni Moskvadagi VDNKga taklif qilingan. Mukofotning dastlabki bosqichlari shunday boshlangan. Yog'i butun ittifoq qishloq xo'jaligi nelari xodimlari qatnashadigan vistupga bo'lgan. Shuni kolxozdan ovulimizdan shu 2-3 kishi taklif qilingan, shular borib qaytgan. Shu 30-yillarning 29dan keyingi 30 kishilar arafasida. So'ng kelib 1948-yilga kelib arғы Budyonni, Qizilsavlada ham qo'shilib, yana namuna nomi bilan yuritilgan. Endi shu 1960-yilga kelib yana yiriklashtirilish boshlangan. SSR davrida. Bu davra kelib 22-partiyaz nomi bilan yuritilgan ovulimizning nomi. Bu Yekketolimiz hozirgi Ulubog' ovul fuqarolar hududidan boshlanib, bu yoqqa 40 joyga bor inshaalloh, 40 sovxoz deyiladi. 65-yilda, 64-yilning oxirida yana kolxozlar o'zining yo'nalishi bilan yana bo'linib, yana namuna holina qaytadi. Shu namuna holida hozirgi davr kelayotir. Hozirgi davr endi bu 2000-yil anaqi. Ovullar kolxozlar nomi qolib ketib, qishloq ovul fuqarolar hududi nomi bilan yuritilib boshlandi. Tozabog'yob ovul fuqarolar hududi ilgari namuna deb nom olgandan keyin ham shu ovul sovetlar ishlab turgan. Shu vaqtdan Tozabog'yob ovul soveti deb yuritilgan. Tozabog'yob ovul sovetining kelib chiqishina sabab hozirgi Bog'yob kanali shu vaqtlarda yiriklashtirilib, bir
ravan suv oqaveradigan qilib kattalashtirib, bu vaqtda qo'lda qaziladi, ekskavator texnikalari yo'q vaqti. Shunday qilib bu toza bog'yab kanalining adına yana toza bog'yab deb atalishining yana bir sababi 36-yilda Yo'ldosh Oxun Boboyev O'zbekiston Oliy Sovet Prezidiumining raisi bo'lib ishlagan kishi shu ovulga kelib turib bog' tashkil etish haqida bir taklif tavsiya beriladi. O'rnini belgilaydilar. O'rni shu Bog'yab kanalining bo'yindan tushadi. Hozirgi kunda mavjud shu bog' 24 gektar, u vaqtda 15 gektar bo'lgan, hozirgi kunda 25 gektarga chiqib ketdi bog'. Shunday qilib toza Bog'yab ovul sovetining nomi toza Bog'yab ovul soveti bo'lib yuritilib keladir. Hozirgi kunda toza Bog'yab ovul fuqarolar hududi shu. Har bir elning mashhur kishilari, shu yerda tug'ilib o'sib, shu elga mehnati singan insonlar bo'ladi. Toza Bog'yab ovul fuqarolari hududida 4-5 ta reis ishlagan, tab shu davrga. O'zim ham 85-yildan 95-yilgacha 10 yil davomida reis bo'lib ishlaganman. Kasbim agronom, qishloq xo'jalik institutini bitirganman. 8-10 yil agronom bo'lib ishlaganman. Bundan keyin ham turli kasblarda ishlab, kolxozga yana rais bo'ldim. Shu mendan ilgari, mening davrimda kolxozdan shu ilg'or odamlar ko'p yetishib chiqqan. Primerni urush qatnashchilari, urushdan keyin kelib ishlagan kishilar rais bo'lib ishlagan, mana Nurumov Yaqub aka degan 2 marta saylangan rais bo'lib. Bu vaqtda kolxoz deb aytiladi. Kolxozchilarning umumiy majlisida qo'l ko'tarish ochiq ovoz yo'li bilan saylanib, raislar saylangan. Giroylar, sotsialistik mehnat qahramonlari chiqqan ovulimizdan. To'xta Yaqubova degan 80-shu 90-yillar o'rtalig'ida SSR Oliy Soveti Prezidiumining farmoni bilan To'xta Yaqubovaga paxtachilikda ko'rsatgan xizmatlari uchun, o'zining mehnati uchun, shu mehnatkashligi uchun deb sotsialistik mehnat qahramoni unvoni berildi. Shu unvonni olgandan keyin ham bu kishi ko'p yillar ishladi, umrining oxirigacha paxtachilikda. Yana bir qizimiz chorvachilik bo'yicha SSR Oliy Sovetining deputat bo'lib saylandi. 5 yil muddatda deputat bo'lib Moskvaga qatnab yurdi. Ondan tashqari ham shu paxtachilikda Lenin ordeni, endi vaqtda Lenin ordeni beriladi SSRning davrida. Mehnat Qizil Bayroq ordeni degan ordenlar bor edi. Shuni olgan ham 4-5 kishilar paxtachilik brigadirlari, oddiy kolxozchilar, shunday bo'lib chiqqan odamlar ko'p ovulimizda. Toza Bog'yab ovulining bugungi kunda rivojlanayotgani, bugungi zamon bilan hamnafasligi qanday? Ovulimiz hozirgi kunda paxtachilik bilan shug'ullanadi. Fermerlar bor, bir 15 ga yaqin. Davlatga paxta topshirib yotibdi, bug'doy topshiradi. Chorvasi bor ayrim fermerlarimizning. Hozir taş kunda aniq paxta dalalarında iş qizg'in, paxta topshirilib yotibdi, terilib yotibdi. Katta kichik endi kichik o'quvchilar hozir paxta terimida qatnashmaydi. O'quv bilan mashg'ul. Uy bekalari, kelinlar o'zlarining qo'lidan kelgancha yordamini berib, yig'im terimni olib boryaptilar hozirgi kunda.
hayot davom qilib yotibdi. Tilagimiz tinchlik bo'lsin deymiz. Tinchlik bor joyda hamma narsa yaxshi bo'lar ekan, mana guvoh bo'lib yotibmiz. Shu prezidentimiz omon bo'lsin, eli yurtimiz tinch bo'lsin. Tilagimiz shu. Tozabog'yob ovul fuqarolar yig'ini haqida ozmi ko'pmi sizga ma'lumot berishga harakat qildik. Endigi loyihamizda siz qaysi ovul, qishloq yoki mahalla nomini va uning kelib chiqish tarixini bilishni xohlardingiz? Xayr demaymiz. Uchrashguncha.